Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan GoBlogs kanali. Bugungi videoda mana shu ko'rib turgan ekraningizda 67 qamoqxonasidan qochib mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Albatta oldidagi yeb ichgan narsalarni olinglar. Qani videoni unda boshladik. Obunachilar mana ko'rib turganingizda Six Seven albatta butun dunyoni tarqatayotgan 67 Six Sevendan qochib biz bu mana qamoqxonasi chiqqan ekan va biz mana shu qamoqxonadan qochib iloji boricha tezroq qochib ketishga harakat qilamiz va mana biz va qamoqxonadan qochib ketishimiz kerak iloji boricha tezroq. Prevyuda ko'rib turganinglardek o'sha qamoqxona. Hop. Obunachilar sizlardan iltimos qilib so'rayman, tepada ekranda tepasida ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Bizni kanalimizga obuna bosgan va obuna bosmasdan ko'rayotganlar soni juda ham ko'p. Iltimos sizlardan so'rab qolamanki, GoBlogs kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, podpiska qilishinglarni va biz mana qandaydir kelib qoldik. Mana o'yinni o'zi ham like bos deyapti, ko'ryapsizlarmi? Hattoki o'yinni o'zi aytyapti. Lekin sizlar hali ham like bosmadinglar. Bosinglar like. Pul olmaydi like. Opa va biz o'zi sal orqaroqdan sakrash kerak ekan. Va biz o'zi menimcha o'tib qoldik deb o'ylayman. Bu albatta 67 qamoqxonasi. Bu mana bu esa 67. Voy qo'ylab kelsam qaranglar. 67. Tomaysan, kel, nima bu yerda? Opa. Maydan o'tamiz. Ana 67. 67. O'shanday qamoqxonadan qochamiz va biz o'sha mana pastda ochib mayda oson ekan. Hop, albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun shuncha video qo'yib preview harakat qilyapman. Voy mayga gubkalar tiqib qo'yibdi. Voy brat uzr. Naytolakatga juda mayl kechiramiz. Opa mayda qo'yamiz va biz voy qandaydir joyga tushamiz. Hamma joy ko'k. Mana qarang. Opa va mana unja biz mana tushunarkan. Opa sinib ketdi va biz o'tib oldik. Va o'sha mana yerda qop-qollar o'lib va tushib okey. Opmaytni ko'rishingiz mumkin. Hatto like bos deyapti. Like bosinglar. 67 uchun like bosinglar, boshqa kim. Va maytdan tezroq o'tamiz. Bu degan ovozlar. Agar sizlarga o'yinning nomi qiziq bo'lsa, sizlar ham o'ynaginglar kelsa, albatta har doimgidek opsiyaniyada bo'ladi. Opsiyaniyaga kirib, o'yinning nomini yozib, bemalol qidirib, men o'tayotgan joylardan o'tib, sizlar ham bemalol o'tishingiz mumkin. Ay, yomonroq qilyapman. Voy, tuvalda yeb qo'ydi-yu. Nubini pizaninida endi. Menimcha 100% bilan yeb qo'yish kerak edi. O'sha kirib, bir marta yedirib, keyin o'lishga majbur edi. Va biz uju mana yerdan o'tdik. Voy, nima qilyapman? Albatta, shuncha harakat like bosib podpiska qilinglar. Bitta like ham emas. Obuna ham bosinglar. Ko'ryapsizlar, like bosmayapsizlar, o'tolmayapman men. Bolalar, like bosinglar, podpiska qilinglar, aytlar. Obuna bo'lmayapsizlar, like bosmayapsizlar. Maytdan tushib ketyapman sizlarni deb. Sizlar like bosib obuna bo'lsanglar, men tushib ketmasam.
bemalol o'ta olaman. Va biz o'sha qamoqxonani yarmiga keldik. Tepada ko'rgan bo'lsalar mumkin. Qandaydir tepalikka chiqyapmiz va bu vau. Amayli. Hadi to'g'ri. Ну, menga o'yin juda ham yoqdi. U mana Flashman, Superman bo'lib moytorim o'zgargan. Agar esingizda bo'lsa, men qo'shnim bilan Berrydan qochgandim. Bunisi esa 6-7 dan qochirganmiz. Bu vashchito. Zoro Berrydan ancha qaraganda zo'r ekan. Menga yoqyapti obunachilar. Men qaranglar, qanday go'zal manzara. Shunday zo'r manzarada sizlar ham o'ynaginglar kelayotgan bo'lsa, albatta opisiyaga kirib, o'yinning nomini qidirib o'ynashinglar mumkin. Va biz yarmiga keldik, 5 minut ichida. Hop, yana tepaga chiqamiz. Qaranglar, men bu to'ldirib tashlagan. Qani meni obunachilarim ham mana shunday layklar berib tashlayveradimi videolarimni? Qani qilinglar, davay, mana shuncha layklar. Davay endi obunachilar, поддержкада turinglar. Hop, nima deyapti? Bir bola, короче. Hop. Oppa, mayda narvon. Har doimgidek. Va biz narvonni olib chiqamiz. Qayerga kiryapti u? Narvonni olib chiqamiz va biz narvonni qayergadir qo'yamiz. Mana yerga qo'yamiz. Ebe. Mana yerga qo'yamiz va bunday qilib ochamiz, opa deb bir amallab sakraymiz. Yo'q, menimcha men narvonni xato qo'yganman yokida birorta o'yinni bir balosi bor. Ebe, yiqilib tushdi narvoni. Nechigaramishkansiz, brat? Yo'q, qanday o'tish mumkin bu yerdan? Juda qanday o'tadi? Tepa sakramayapti-ku. Mana. Voy, lekin bu sal qiyinroq ekan, ili bugmi? Bir bola bo'lgan. Mana personajlarga aylansak bo'lar ekan. Va mana biz o'tdik. Obunachilar, like bosinglar. Sizlar like bosmayapsizlar, men o'ta olmayapman. Maytaqandir shamol generator bo'lgan, hattoki men bu pastlarga ham like bos deb tashlagan. O'yinni o'zi aytgan. Sizlar, men qaranglar, shuncha like bosinglar. Hech qancha pullar yeb qo'ymaydi. Yo biror nima olib qo'ymaydi sizlarga. Menga поддержка berasizlar, men ko'p videolarni chiqarib sizlarga zo'r kontentlar qilib beraman. Qanchalik ko'p like bosinglar. O'sha biz mana yerga keldik va biz birinchidan bu planetga tushib, men quvurga sakrab o'tib mana bosamiz va yana qaytamiz. Keyin esa narvondan tepaga chiqmaymiz deyman-da. Mana yerga yurib like'larni qaranglar. Meni ham mana shuncha ko'p like bo'ladi. Men qaranglar 10 lab, 20 lab, 100 lab, 1000 lab like'lar ko'rdik. Meni ham kanalimda shunchalar like'lar yig'ilarmikan? Yig'iladi. Просто sizlar bosmaysizlar. Bitta mana yerda qoldi va uning raqami bor. Mana yerda korobkalar va biz mana yerda hattoki men past tepa hamma joy like bo'lib yotdi. Shuning like bosinglar, shuncha kontentga yarasha. Поддержка deb turinglar. Opa. Va biz mana yerga kelyapmiz va biz o'tamiz. Opa, o'sha qandaydir katta ventilyator va biz maydan sakrash kerak. Xuddi Berry bilan bir xil, просто bu 6-7 varianti va meni Goblox kanalim uchun like bosinglar degan variant. To'g'rimi obunachilar? Like va obuna bosishni unutmanglar. Поддержкада bo'linglar obunachilarim. Va mana yerga kelamiz, sakraymiz. Turamiz va o'tamiz.
Xo'p, va mana bu yerga kelib qoldim va men qandaydir короче, chefetili, voy, pakramat mamat, pakramat mamat, o'ziniyam yo'lga qo'yib kelgan qaranglar kelisini. Oppa, mayda avtomat bor ekan va biz avtomat olamiz. Bu mayda pakramat o'ldirdik, portlab ketdi. Like bosinglar portlagani uchun. Va biz mayda kameralar bor ekan. Bizni kimdir tekshirib turibdi kameralar bilan. Albatta, va biz sirg'anib ketyapmiz. Boshlarimiz aylanib ketyapti va biz qandaydir joyga osmonda 2 sekundga uchib qoldik. Va biz 20-joyga kelib biz va moneta hamma joy to'la like, obuna, hamma shunday. Shunda tugatdik. Yo'q, albatta, chunki men 21 bo'ldi. Opa, mayda lazerlar bor ekan. Qo'limdagi qilichchalarni ko'ryapsizlarmi? Sizlar obuna bo'layotganinglar uchun o'ylayapman men mana shu qilichchalarni. Opa, boshlarimiz aylanib, uylarimiz aylanib ketyapti. Hamma joyimiz aylanyapti. Va mayda like bos degan teshikka kiramiz va to'la like'lar xonasiga kiramiz. Mana like'lar xonasi. Nechta kerak? Va biz mana yerga o'tamiz, mana uni olamiz. Bir bola bo'lib qoldi. Qo'yamiz. Keyin buni qo'yamiz. Olamiz. Qo'yamiz va o'tamiz. Va mana yerda nima bu? Yo'q, obunachilar, men buni albatta bu sistem bo'lgan qaraydi, balki sistemdami? Sistem bo'lgan bo'lacha. Va boshqa desaydi. Why my sistem boleh Wow. Просто ябyo. Portlab ketdi va biz mana mashina ham hattoki sistem. Wow. Avtomatik yuradi. Wow, orqaga. Va bu bizni mashina qayerga olib va biz va 67 qamoqxonasidan qochdik. Bu albatta trend bo'layotgan 67 manera tekinga 67lar bor ekan. Va maytga vertolyotga chiqdik. Bu o'yinning ikkinchi qismiga otaveradi. Dragon Canyon Roblox ekan. O'yinning ikkinchi qismiga otaveradi. Menimcha shunaqa deb o'ylayapman. Va agar mana shu o'yinning ikkinchi qismini o'ynab chiqarishimizni xohlasanglar, albatta har doimgidek 15 ta like va men mana shu videoning ikkinchi qismini chiqaraman har doimgidek. Men sizlardan yaxshiyam 15 dona like so'rayapman. 100 talab, 200 talab so'ramayapman. 100 talab, 200 talab so'rasam bo'ladi. Negadir men aytdim 30 dan qiyinroq ekan. Harakat qilamiz. Harakatda barakat. Maytda bir bola deb yotdi. Ditster bir bola. Bir bolalar. Voy, birinchi joyga sakramayapman bolalar. Ko'rib turishlari mumkin, tepada atiga yarimta jonimiz qolgan va biz mana yerga qanday qilib sakrasak bo'ladi. Opa, sakradik. Yana opa quvurlardan o'tamiz desam tushib ketdim. Quvurchalardan o'tamiz mayda va sakrab.
67 vertolyoti. Tabriklasanglar bo'ladi. Men atigi 15 minutning ichida 67 67 qamoqxonasidan qochdim va biz vertolyotga o'tirdik va ketdik. Vertolyot kelyapti, paraklarini qarang. Bizga qaragan paraklari qanday ajoyib va biz kosmosga chiqib ketyapmiz va biz hozir nima bo'ladi va bizni otib yuboradi, qayerga otib yuboradi va bizni tezda nima bo'ldi? Va biz opa mana uje ko'rishinglar mumkin mana bu yerda sistemalar har doimgidek pulli va mineral Playnex. Bu yerda negadir error beryapti va mana bu yerda voy mana 67 biz mana yerdan kelib turib mana shu 67 dan qochib Ponni qamoqxonasini zabt etdik. Agarda videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, albatta videoga 15 ta like yig'ib beringlar va men bu 67 qamoqxonasining hardcore modini o'taman va o'tishga harakat qilaman. Sizlar bilan GoBlox kanali bo'ldi. Bugungi videoda GoBlox bo'ldi. Hammaga xayr.